Işığı hazır ekildi ha? Bunu başlamaz. Maşını çıkarttı ayada. Maşını çıkarttı. Maşını çıkarttı. Ayada maşını çıkarttı. Maşını çıkarttı. Maşını çıkarttı ayada. Nima? Taxlining mashinasini chiqibdi. Tahri, alaylı sopon parashuki. Tahri. Sabiy vaqtlarimiz bir vaqtga bitmay intizor. Chunki bu vaqtda mehribonlarimiz sabiylar sutiyagri va sabiylar quvvat bo'lmoqda tayyorlaydi. Qarorlar qadoqlarimizning xushalligiga ishtaha bilan yanglar. Sabiylar sutiyagri va sabiylar quvvat bo'lmoqda. Her narsaning ovozini doğrash mumkin. Lekin abida suda suyu ichgandagi lazzatli tuyg'uni doğrash mumkinsiz. Xolisiyat, xolislik, mehrli qo'llar, muhabbat yuraklarning eng yorqin jilosi Shirin Tush. Shirin Tushlarning reallikdagi saknasi, mayirlarning samimiy bayonlari, korxonchilarning sehiy mardonligi dal mana bu yerda. Assalomu alaykum, naq maydondagi va shohlar ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar. Ko'rayotganlar Urumchi Faxriy So'chak shirkati alayda qo'llagan, Shinjang Sabiylar kasbiy taraqqiyot shirkati alayda talab qilgan, Shinjang Abida Biofan texnika taraqqiyot shirkati alayda hamkorlashgan Faxriy Shirin Tush programmasi. Men riyosatchi Sumrat Abduqodir. Shirin Tush programmasi Shinjang televiziya stansiyasi, Shinjang Qo'yi Maniyat tarqitish pay chekish shirkati va shunaqla Urumchi LB Maniyat tarqitish e'lon chekish shirkati birlashib ishlagan, avomga naf yetkazish maqsad qilingan ko'ngil ish tusidagi universal programma. Bu programma jamiyatning har qaysi qatlamlaridagi har xil kishilarning orzusi uchun maydon hozirlash, ahamiyatli orzu, ahamiyatli g'oya egalariga yordam berish maqsadida ta'sis qilingan. Korxonalarning taraqqiyoti xalqning qo'llashi, sifatli mahsulot va samimiy mulozimat orqali amalga oshadi. Xalqdan elib, xalq qaytirish korxona madaniyatining eng yorqin jilosi, shunaqla iste'molchilarning umididir. Men oldi bilan Shirin Tush programma gruppasi va shohlar mayirlar nomidan ahamiyatli orzu g'oyalar uchun sehiy qo'llarni uzatgan mehrli korxonchilarga alohida tashakkurimizni bildiramiz. Jafo chekdinglar, rahmat sizlarga. Xo'sh, qadrli ko'rgan do'stlar, unaqda men navbatda oldi bilan har qaysi korxonchilarni bir tunishtirib o'tgan bo'lsam, aziz mehmonlarimiz bo'lsa, Shinjang ayol kadrlar maktabi parti gruppasining muavin shujisi, maktab mudiri Do'stit Bilqiz Ibnoji xonim qarshi olamiz. Xush keldingiz. Korxonchilar bo'lsa, Shinjang Sabiylar kasbiy taraqqiyot shirkatining bosh lideri Muhammadjon Abdukarim apandi qarshi olamiz. Shinjang Abida Biofan texnika taraqqiyot shirkatining lider yordamchisi Avlod Yasin apandi qarshi olamiz. Shinjang Ro'yab xalqaro so'chak shirkatining bosh direktori Rizoiddin Nizomiddin apandi qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Mo'tvar xalqaro so'chak shirkatining bosh lideri Tosh Muhammad G'ani apandi qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Mashrab elektr uskunalari chekish shirkatining direktori Abdusami Abdukim apandi qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Chindil xalqaro so'chak shirkatining lideri Yasinjon Sulaymon apandi qarshi olamiz. Shinjang Eksan yog'chilik chekish shirkatining setish bo'limidan Abdushukur Mejit apandi qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Oltin Go'har xalqaro so'chak shirkatining lideri Go'harnisa Muluturg'un xonim qarshi olamiz. Xush keldingiz. Urumchi Qutiyar fan texnika taraqqiyot chekish shirkatining setish bo'limidan Jurat To'xta apandi qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Al-Nuri yezigilik taraqqiyot chekish shirkatining lideri Adil Niyoz apandi qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Nafis to'r qurilish chekish mas'uliyat shirkati Karvon to'rining qurg'uvchisi Lutfulla Azad apandi qarshi olamiz. Shinjang Toshqin xalqaro so'chak shirkati Xotan tarmoq shirkatining bosh direktori Abduqayyum Tursunniyaz apandi qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang O'zbekiston so'chak shirkatining lideri Yasinjon Muhammad apandi qarshi olamiz. Shinjang Atlan Ma'rif fan texnika chekish shirkatining lideri Qosimjon Abdurim apandi qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Mujassam elektron fan texnika chekish shirkatining setish bo'limidan Talajon Mahmud apandi qarshi olamiz. Xush keldingiz. Xo'sh, shamolarni ezgit bilan bosgan qadamlarga marhaba, xush keldinglar apandilar. Undaqda hozir Shirin Tush programmamizni rasmiy oldi boshlaymiz. Qani undaqda sahnamizda Shamsiya Abaydulla.
naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar, assalomu alaykum. Ekran oldidagi televizor ko'ruvchi do'stlar. Shirin Tush programmamizda mehr muhabbatga to'yingan bu sahnada programmamizning 2-faslida sizlar bilan didorlashganligimdan intayin xurshalman. Hammanglarga mehrim bilan salom yo'llayman. Hammanglarning turmushinglarda go'zal arzu armonlarning bo'lishini va uning reallikka aylanishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Assalomu alaykum. Shirin Tush programmasining qizg'in ishtirokchilari. Peshqadam muxbir Vachchan Sabirdan o'tliq merim bilan samimiy salom. Oliy ehtirom. Xushkepsiz aka, qarshi olamiz. Yurtim Maralvesha, yana qadimi diyor Barcho'qa. Urumchi kagicha 1000 kilometrdan ortiq yo'l yurib, tortib ketdi ko'zamning qarcho'qa. Bugun Shirin Tush sahnasiga mardani qadam qo'ydim. Shuning bilan chiqib qoldi faqirning harduqi. Bu yıl 60'dan aştım. Lekin dilimi men kuch-quvvatga to'lib tashdim. Hayot manzilimda nurg'un taqdavallardan aştım. Halal ecr sığdırıp, gul indirib xalqimga asıl xushbiroq chashdim. Rastımda etsem, yaşçığımda Abdikerim Abdezlerime bekrak şaştım. 30 yıllık hayatım o'qitishlik qilish, muxbirlik bilan o'tdi. Bu jarayonda 5000 parchadan ortiq xabar maqola, axborot uchiriga, axborot doklati, 500 parchadan ortiq she'r yozdim. 1000 kupletdan ortiq Maralvesh xalq qo'shiqlarini to'plab ratidim. Bularning bir qismi gazet jurnallarda e'lon qilindi. Bir qismi televiziya kanalida anlatildi. Bayqi qapilik gap so'zlarni oldin tayyorlab chiqdingizmi aka yoki odatdami mushuna qapilik gap qilamsiz? Men odatda shu qafiya o'ynab qo'yimcha ancha-muncha tiladbet fakulteti qo'g'anligim uchun gaplanganlik uchun so'rinlarga qiziqchilik qilmay gap etishib qo'yma. Men deyli masalan. Menmi? Men. Ha, bu yo'g'a meni ham ko'rib qolibsiz. Bu menga yarashqanman. Nurg'un adamning ma'sli kelib qarashqanman. Ha. Shamsiya Abeydullah bilan Zumrat Abduqodirdek meni yo'q xonimlar bizga birdan bas ekan deb talashqanman. Qo'l qo'ydim haqiqatan. Endi mening kelishimdagi yana bir maqsadim bor-da. Bir muncha kitoblarni ko'rib qoldim. Shun qiziqib, men kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Qiziqib kelishim aka, bu kitoblar bilan sizning she'rin arzu armonlaringizningki bevosita munosabati bor-da, qilamdi qanda? Mening bu yerga chiqishdagi maqsadim, arzuyim kitob taqdim qilish, haqsiz kitob taqdim qilish. Men ush 40 yillik hayotimda e'lon qilingan asarlarimning qalami haqqiga va maoshimning bir qismiga kitob berib, hozir o'ylab baksam bu kitobim 2000 parchadan eshib ketibdi. Hamda ma kitob taqdim qilishga maqsadim bilim tarqitish, kitob xumarlarga kitobni haqsiz taqdim qilish. Kitob hamda kishiga huzur bag'ishlaydi. Hamda bu kitob taqdim qilsam, men shunda o'yladim, bu avloddan avlodga saqlanib qoldi. Bu kitoblarni kimga taqdim qilmoqchi? Bu kitobni shu kimga taqdim qilsam bo'laverdi. Shu kitoblar do'stlarimga taqdim qilma yoki kitobga ehtiyoji va kutubxona ochsaq deydigan yo'ldoshlar bo'lsin mayli. Men arliq jiroq bo'lgach bir 600-700 parcha yaqin kitobni 4 yishik qachlab eg'inimi ekan bu ta'sir etildim. Hamda 1-2 parcha kitob bor, buni kitob xumarlar men bilan aloqalashib, mening telefon numerim Shirin Tush programmasida bor. Men bilan aloqalashib pochtani ivat kirma. Yoki Maralveshga sayohat qilgach bo'lsa, aşağıdan taqdim qilsam bo'ladi. Urumchiga kelgandan keyin sizni bizningki Shirin Tush kira avtomobili pidoyilar atritiba, taksi shofirlari pidoyilar atriti. Ular sizni agab qo'ydi yaxshijan, shundami? Mush yerda men bizningki Shirin Tush programmamizni yaqindan qo'llagan bizning Urumchi shahridagi taksi shofirlarining pidoyilar atritiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Bizningki taksi shofirlarimiz bu naq maydonga bir nechalar qadam tashrif qildi, qo'llarni ko'tartinglar. Rahmat sizlarga, rahmat. Men yaqinda Hikmatlar xazinasi degan kitobning tunji betidan Alisher Navoiyning shundoq bir so'zi menga shunchalik ta'sir qilgan. Ya'ni sen xalqqa daryochi manfaat berganingda tomchi berdim deb bil.
xalqdan tamchi og'iningda daryo oldim deb bil. Bu so'z menga shunchalik ta'sir qilgan. Şoňa men bugun özlerining gaplaridan shunchalik ta'sirlandim. Ham mushu bilim durdanlarini xalqimizga sunish uchun kelganlarga shaxsan men cheksiz rahmat aytaman. Bugün Şerin Tuş programmasida sizning shunda qapidash keltirib so'zlagan so'zlaringizni mazmunliq turdagi gaplaringizni anglab oldindan hayajonlangan bo'lsam, keyingi sizning bu kitobni haqsiz iyona qilman degan bu ish izingizdan haqiqatan ichimdan bak ta'sirlanib ketdim. Mening sizningki zimmingizdagi mushu qilmoqchi bo'lgan ishingizni meningmi billa qilg'im keldi. Qanday billa qilg'im keldi deganda, bu 4 eshik kitobingizni bizning Atlanga balla akasun akilib buni kataloglaştırıp bu kitaplar qachon nashr qilingan, ismi nima, mazmuni qanday deganlarni kataloglaştırgandan keyin buni biz to'rda e'lon qilamiz. Atlanninki undidor sifatida ham to'rda. Shundan yana birisi biz shu tizim shu kitob lozim bo'lganlar kim oldin shu kitobni menga lozim deb adresini avasa biz Atlan shu pochta haqqini biz topshirib shu mulozimatni biz davomlashtirib kitobingizni shu kitob o'qimoqchi bo'lganlarga yetkazib beraylik. Oxirida bu kitoblarni biz taqdim bo'lgandan keyin sizga kim bu kitobingizdan kim manfaatlanadi, kimning qo'liga tegdi, ismi nima, adresi qayerda, qancha yosh, nima ish qildi qatorliq fikrlarning hammasini sizga topshiraylik. Agar mumkin bo'lsa boshqalarning bilgisi bo'lsa to'rda e'lon qilsak bo'ldi. Men yana bir qo'shib qo'ydiğim bayatın dediniz yana 20 yeshikdek kitoblar bor deb. Ularning hamma barliq pochta haqqilari shuni biz chiqarib Atlandan akilib, uningdan keyin yana ashna kataloglaştırib taqasak bo'ldi. Yana biri sizning shu kelib ketish safaringiz ketgan chiqimlarni biz Atlandan ko'taraylik. Sizlarga aytib xush bo'ldik. Mening bir tavsiyam bor. Qanday desa, endi bu kitob degan bir ideya taqsidchi bu. Shunimiz kitap o'qigan vaqtda qanday kitobni o'qish, qanday kitobni o'qimaslik. Mushayatda kitap o'qiydiganlar bir o'zida ma'lum bir saviya to'g'risida emas kitobni o'qib qolib, boshqa qalayimqon ideyaning orqasiga kirib ketib, ya bo'lmasa o'zining ideya jihati bo'g'inishga kirgan shulab qoldi. Shunga kitob o'qiylik, lekin tanlab o'qiylik. O'zimizga foydali, bizga to'g'ri bilim beradigan, to'g'ri yo'l boshlaydigan bunday kitoblarni o'qiylik demoqchi. Rahmat. Bu yıl şu Rozmehmet Artuçi şu kitap okuş yılı dep şu Şirin Tuş programımızda 3. ayda başlandı. Şundan keyin kitap okuş dolqini mening his qilishimcha 4 assa yuqori ko'tarildi. Bizning tanlov vazirligi statistikaga qaraganda 4 assa eshibdi. Agar endi siz agarki bu kitoblarninki endi keyingilarni foydalanish uchun yutib ketmaslik uchun kutubxona quraman, o'zim oliy kutubxona quraman deb o'ylasangiz, shirkatimiz shuniki barliq chiqim rasmiyatlarni qilishga rozi. Undan boshqa biz shirkat nomidan yana biz kitob e'lon qilamiz. Rahmat. Rahmat. Men sizga aytib cho'nqir rahmatimni bildiraman. Shuni bilan birga biz mo'tvar kiyimchilikka sizniki sizga atab bir qo'r mo'tvar kiyimlarni sovg'a qilamiz. Rahmat. Ben de sizniki muşu ruhunuzdan təsirlenip manda iki işte oyladım. Birisi, hem de biz adette karxancılar mahsulotlarimizni hech bo'lmay deganda ish kuchaydi bir e'tiborli setish faoliyatlarini ip bormizku. Ip borgan vaqtda ularga boshqa moddiy buyum beramiz va yoki o'zimizning mahsulotini beramiz. Men o'yladim, endi biz bundan keyingi oltin guhar mahsulotlarini faoliyat qilgan vaqtda mumkin bo'lsa bizning xaridorlarimiz asosan ayollarmizmi? Shunga shu ayollarga, ashlarning oilasini inoqlikqa undaydigan, shularni oilada o'zining o'rnini to'g'ri tushuna oladigan, oilaga beg'ishlay oladigan, shundaqla farzandini yaxshi tarbiyalaydigan mushunga loyiq kitoblarni sovg'a qilsak bo'ldiki deb o'yladim. Balki boshqa karxanchilarmi o'ylashmoqchi bo'ldiki. Endi yana birisi bizning to'y to'kinlarda bo'libmi, masalan, Janubiy Shinjongda yoki bizning G'ulji taraflardami patimiz sovg'at qilish pek ig'irchu. Bir to'yda 10-15 ming yuanlik ashtaq narsalarni sovg'at qilamiz. Mushuningda kitob sovg'at qilishni imkoniyat bor. Mush televizor ko'rib turgan barliq ko'rurmanlar sizning mush ruhingizdan ta'sirlanib, mush kitob sovg'at qilishni imkoniyat bor.
ip basa, çokum ip basa, hem davamlaştırsak. Muşu işkişini oylap kaldım. Ahırda sizniki teninizden salamet, işlerinizden ilgili buluşunu çin könglimden ümit kılaman. Şundakla, hem de bizden şirketine asasen kırım buyum emas bu. Sizniki bolsa hanımınızga şu 2000 yuan kıymetindeki bizden altın güher yürüşlük mahsulotlardan soğuk kısan algaç kessiniz. Rahmat. Biz karvan to'ri maxsus bir sayt ochsak, masalan sizning kitoblaringiz o'xshash Qosimjon tashviqotini tamashdan qo'ysak, shuni bilan boshqa bundan keyin televizor ko'ruvchilar bu program qo'yilgandan keyin mushunday o'zida bor kitoblar bo'lsa, shu kitoblarni bizga avatib bersa, biz davom o'qib bo'lgandan keyin anin keyin biz buning tizimligini chiqarsak, anin keyin ular desa biz davomli buni haqsiz, demasin biz haqsiz kirasini ko'tarib biz mushuni endi biz mau to'rbatning bir xizmat sifatida ip bosaq texin muvofiq bo'ldi ekan. Endi Qosimjonninki mau tashabbusini biz qo'llab uning keyin texin muvofiqlik. Yaxshiroq ip bosaq demoqchi biz universal to'rbat bo'lganki chiqargan odamni har sohadan ko'pchi. Sizniki shu bilimni shu xalqimga sovg'a qilaman degan arzuyingiz meni intayin ta'sirlantirdi. Bizning shirkatimiz Şinjan Al-Nur Yezigilik Taraqqiyot Çek şirketi sağlamlığınız için biz 1000 yuanlik unni şu Maralbeş'teki setiş o'rnidan sizga taqdim qilaydi. Biz bekor vaqtimiz chiqis kitob o'qiydigan emas, maxsus vaqt ajratib kitob o'qiydigan aytilish bu nihoyat muhim ekan. Men shu odat bo'yicha hozir hech bo'lmagan haftada bir kitob tugitaman. Mening shaxsiy odatimda sizga mush ulug' ro'yingiz orqali bütün yoshlarga berayotgan bir tarbiyangiz, ya'ni kitob o'qishga bo'lgan bir intildirishga berayotgan bir ilhomingizni men shunchalik ta'sirlandim. Sizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Shu bilan birga shu bizning shirkatning Kanadadan kirayotgan Kanada Jameson mahsulotlaridan o'zingizning teningiz salomat, quvvatli bo'lish uchun sizga bir yurish o'zimning ko'ngil sifatida taqdim qilish xohlayman. Rahmat. Rahmat bo'ldi. Assalomu alaykum Aychaka. Va alaykum assalom. Men Maraleshidan. Dadamniki biz aqlimiz kelsak, dadam Abdulikim Abdurahimov xuddi sizga o'xshash yashiz bilan teng keladi. Shundan nihoyat kitob xumar, kitobni sizga o'xshash ajnab ish kuchning parchasini yig'adigan ajnab bir edimati. Shu vajdan biz turmushga bir kitobxona ichib qo'ydik vaqtdan pensiyaga chiqqandan keyin. Siz 2000 parcha kitobni yig'gan kitobingizni butun shu alqa hammasini taqdim qilib o'tmoqchi bo'layapsiz. Men hayajonlanib hozir siz agar qulaylik bo'lsa bizning turmushdagi dadam Abdulikim Abdurahimov ochgan shu kitobxonadan 2000 yuan qiymatida o'zingiz taqa o'qimagan, taqa olmagan kitobni sizga bir sovg'a qilg'im bor. Rahmat. Rahmat. Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'ruvchi do'stlar hammanglar bizningki Vahidjon akamizdan intayin ta'sirlandik. Undaqda Vahidjon aka tushish markaziga marhamat. Şirin tushlar reallik aylang'isi bilet tashlashni boshlaymiz. 3 2 1. İkinci fasllik ahamiyatli arzu egisini tanlash o'tkiliga qadam qo'ydigan bo'ldingiz aka. Muborak bo'lsin. Rahmat. Qadrli ko'rman do'stlar, biz navbatda faxriy shirin tush programmamizning talayli ko'rimini talab chiqamiz. Qani, cho'ng ikrom marhamat. Cho'ng ikrom aylansin. To'xtasin. Bizning birinchi talayli ko'rimimiz bo'lsa 147 99 shirin tush 22 12. Biz bu talayli ko'rimimizni Şinjan Altın Güher Xalqaro suv chek shirkati ta'minlagan 500 yuan qiymatidagi Altın Güher dengiz jonliqlari yurishlik kirim buyumlari bilan mukofotlaymiz. Qabul qiling. Cho'ng ekran ikkinchi qaytam aylansin. To'xtasin. Talayli ko'rmanimizning telefon nomeri bo'lsa 157 39 Sherinchush 39 69. Bu talayli ko'rmanimizning Şinjan Al-Nuri Yezigilik Taraqqiyot Chek shirkati ta'minlagan sof tabiiy qarun va yuqori oqsiliq un jahri qatorliq yurishliklar bilan mukofotlaymiz. Qabul qiling. Görüvatkanlar Şinjan televiziyası tanısı, Şinjan koyu medeniyet tartış çeklik şirketi ve Ürümçi Elbi medeniyet tartış ilan çeklik şirketi birleşip işleyen Fahri Şirin Çüş programımızı.
Oy, to'nglatqi buzilib qolgan o'xshaydi. G'alati ovoz bor. İşçiga solgan narsalarning hammasi buzilib qolibdi. Dada, shirinchi programmasi qatnashmaqaymi ya? Sen bana yaram 30 sepi adamsa. Dada, uchu mundaqil deb qo'ygan gapdi. Opam ishqonlarni yarashtirib qo'yay degandim, dada. Vay beşimden artmağına yarışmını mı kılar? Halının bo'lishlarda men muhabbatlashinglar demisam ya. Boldu o bişenin gibini kılma. Kichigina ishqi shundoq qilish ketamdi, dada. Ha? Shirinchikka qo'ysanglar, chiqsanglar, o'xshash emasmi? Boshqalarning ahamiyatli orzulari uchun hamdan bo'ladigan ish shu. Sen chiqsangmi, opam chiqsinmi o'xshash. Mushu bir qatam ona yo'l qo'yarkan, dada. Bu yol koyduğun iş emez. Yol vastek bir ekiştirip, ha? Şirin şişki apanı çıkırıp koyam demen. Ha, munçunun ço. Hocayını malım ben. Muştat qo'yib bersa, mening shirinchi programmasiga chiqim bor. Shirinchi programmasi mehr muhabbatni tashabbus qiladigan programma-ku. Ayol kishi degan mehr muhabbatga texim yaqin bo'ladi. Opam qatnashsin nimishqa bo'lmoqdak. Uningmi sening yomonlab uydan chiqib ketishing ketamda. Bir songa sen chiq, bir songa opam chiqsin bo'ladi-ku. Sen uyda yomonlab chiqib ketgan ekan, opamning johilligi tutdi. Hozir hammasiga o'zim chiqaman deyotdi. O'zimni yo'lni to'sib nima qilsam dada? Hammasiga o'zim chiqaman demda. İşçi içip ketdi ha. Opam tek shirinchi programmasi qatnashib, munchini haqsiz qilayman deydi. Boshqalar haqsizkan deb oyog'i uzilmay kelaversa, sanami osanmi dada. Sen chiqsang chiqalaysan. Meningcha yanada opam chiqsin. Yana kelib bu qitim ayol karxonchilarmi bor ekan. Hech bo'lmaganda ekranga chiqib, ko'ngli xush qilib olsin dada. Bu qitim ma'qul davda, ha? Nima qarim? O'zim chiqaman. Siz gerekli bana be. Demeymen. Bo'ldi chiqib ket. Apa, 20 yıldan bu yan, siz gerek seninle kolunda. Fakat belgili olmayı vatsa. Chunki men shirinchini ko'ryapman. Sen nima ko'rmoqchisan? Balam, men bu programmani yaxshi ko'rib qoldim. Mening hozir bundan boshqa xushalliqim yo'q. Men bir muncha erkishning bir to'pni talishib, maydonda u yoqdan bu yoqqa yugurib yurishlardan hang-tang qolaman. Mening shu ahmoqlarning sanimiga dashishingni xohlamayman. Qandaqli bo'lsin? Mening orzularim bor. Sening to'y ishing to'g'riliq shirinchikka chiqay deyapman. To'yni hashamat qilaman deb shirin chiqishga hargiz bo'lmaydi ekan. Amaliyot programma tizimlatganlarning ichida nayta ahamiyatli orzular bilan kelganlar bor ekan. Nurg'un narsani yasagan kashfiyotchilar, ellik tiklash uchun tirishayotgan yoshlarmi bor ekan. Ularning qo'lga keltirgan utuqlari, o'z kuchiga tayinib, ellik tiklayman deydigan irodasi hamma kishilarning qoyilligini qo'zg'abdi. Bizda mana mushundaq esil odamlarmi bor? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizg'in qarshi olamiz. Sizlarni ko'rib intayin xushal bo'ldim. Inosmizda ekran oldida ko'rinanlar. Bundaq maydon tomoshabin do'stlar intayin xushal bo'ldi deb o'ylayman. Men tunishtirmasammi ko'pchilik bizningki televiziya tarjima ishlarimiz uchun un-tinsiz to'kib qo'shayotgan bizning suyimli ovoz artistlarimizni tonidi deb qarayman. Bir salom berib o'tamizlar ko'pchilikka. Assalomu alaykum, hurmatli suyimli korxonchilar. Assalomu alaykum, televizor oldidagi ko'rarmanlar. Men Qalbinur Alnozidan. Men Turg'un Qurbondan. Men Yolqin Safardan. Teşekkürler. Salam. Salam. Rahmat. Bugungi shirin tush egasi kim bo'ldi undaqda? Men. Qalmirdaman. Yolqintam atayın shirin tush sahnasiga chiqib, ishim deb demay tushib kelsa bak echinishli ish bo'ladi. Absunarli ish bo'ladi, shundami? Hamda men g'arib sayatda Sonokonning ovozini bergan. O vaqtida yosh Sonokon edi. Hozir qeri Sonokon qoldi. Shunda o'zima hamishaga kelganni yig'ib deb bir kun deb beray. Stop. Qalbinur, meni shirin tush qatnash beradi deydi. Oson bo'lamdi. Bolada Vokon qatnash yaxshi ishgan. O bo'lmay meni bor degani, ajab men bo'lmaydi ekanman. O shirin tushga men qatnasam bo'lmaydi ekan. Sen qatnasan bo'lmaydi. Sening u yoqqa qatnashib, mahorat yetadigan alohidliging yo'q. Shunga meni ustoz tayinlabdi. Men bu programmaga qatnashganligidan to'liq xursandman. Hammanglarga salomatlik, ishlaringlarga utuq tilayman.
Endi ama Turgun Kurban ağinamның mı? Alayda. Turgun Kurban. Teşekkürleri ve alayda avazları ve hemmimiz bilimiz. Doğru. Van Çokur'dan bir araya. Turgun Kurban'ı ben teklif kılacağım. Turgun Kurban köngülümdekini düşünüp teklif oldu ya. Hua. Ma Shao Yunfeng xulayman deydi. Bu Shao Yunfeng kızım ki. Hahvayada koçada da dedi. Öykez Van Çokur deydi. Ma perdüm çektik ha. Arablık. Çay içkile varsam. Tüpten giremsen çay vermem deydi. Kızlarım ya kazı kırı. Kandak kılmak ki. Düm çekti. Rahmat. Ben hoşal bulduk. Biz hakikaten şu tercüme filmlerini ko'rgan vaqtimizda xuddi shu kishilar o'z og'zi bilan so'zlayotgandek Uyg'ur tilida shunday his qilamiz. Bizniki har qaysi obrazlarni shunchalik yaxshi yoritib, bizni televiziya teatrlari bo'lsin, kino bo'lsin, shu tercüme filmlarni o'z ana tilimizda shunday rohat, shunday yaxshi anglashimizga, tushunishimizga to'kib qo'shayotgan ovoz artistlarimizga chin ko'nglimizdan hurmatimizni bildiramiz. Jafo chekyapsizlar, rahmat sizlarga. Shunda Uyg'ur Abdunum rayoni qurilgan 60 yildan buyon Abdunum rayonimizning radio, televiziya ishlarida, tercüme ishlarida nurg'unlagan olamshumul o'zgarishlar, taraqqiyotlar borliqqa keldi. Bizning Abdunum rayonimizda hozir maxsus radyo, kino, televiziya, tercüme merkezi kurulup, nurg'unlagan ovoz artistleri, tercümanlarımız xalqimizning ma'naviy ehtiyojini qandirish uchun tirishchanlik ko'rsatyapti. Mushu munosabat bilan bizningki mushu taraqqiyotimiz uchun to'p qo'shayotgan hammanglarga yana bir qatim rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Ishqa akam rahmat. Bo'ldi, endi Qalbi Nurdamning she'rin tushuni, she'rin arzu armonlarini anglab boqamiz. Men bugun menda bir she'rin arzular bilan chiqdim. Ben bu şehrin şu programısı yolu koyulganını tartıp, izcil kızıqıp körüp gelivatkan tamaşbından birisi. Çıkıp hayacanlanmay kalmayma, çıkıp bir akıtım közü iş kılmay koymayma. Şununla bir gün özemeyim, ben bir iş kıp baksam bulmamdı, muş karıkancılar, muşta söyümlük işlerini kılasa, ben muş karıkancılara özemden bir rahmetlerini muşta bir eğitip baksam bulmamdı, dep oyuldum da, sahneye çıkıp kaldım. Adette biz avazını, karanlığı öydü berimiz, adamlar yok ya da. Ama manda şehmetlik, manda isil, manda sahneye tunca ettim, çıkıp ekişim, bize hoduk şoldu dike, bizde keçirinler. Menin arzuyum, muşu karıkancılara rahmet etiş, teşekkürümünü bildiriş. Fakat arzuyum şu, bunundaki İslam tekimi, salamet sağlamlık ticaretinle yürüsün, rahmet sizlerge. Rahmet hayırlıca. Menimcha bizning karxanchiligimizni intayin hayajonlandi deb qarayman. Qalbi Nurdam bizningki radio, kino, televiziya tercüme markazininki yaxshi ovoz artisti, nurg'unlagan obrazlarni muvaffaqiyatli yaratib, xalqimizning qalbidan cho'nqur o'rin olgan bizning sevimli ovoz artistimiz. Shu bilan bir vaqt Qalbi Nurdam bizningki Markaz xalq radio stansiyasininki Çöçek programmasida çöçek etib, çöçekçi mo'may degan nomga erishib qoldi ya, o'zi yosh bo'lsa-mu, nihoyat yaxshi çöçek etib berganligi uchun. Demak, tinimsiz izlanayotgan, tirishayotgan bizningki sevimli qeyrinishimiz. Endi mushu ta'sirli ko'rinishlarni, mehr muhabbatlik hikoyalarni anglagandan keyin, uningdan ta'sirlanishning o'zimi bir fazilat. Ta'sirlangandan keyin uni harakatga aylantirishning o'zimi bir fazilat deb qaraymiz. Bizning korxonchilarimiz bugungi kunda o'zlarining korxonalarini yaxshi taraqqiy qildirish bilan bir vaqtda boshqalarga yordam qiladigan, jamiyatdagi ijtimoiy mas'uliyatini yaxshi ado qila oladigan shunday holatga yetdi. Shunday bo'lganligi uchun biz Abdunum rayonimiz qurilgan 60 yildan buyangi taraqqiyotdan xushal bo'lmay, suyunmay, opirin aytmay turolmaymiz. Albatta Abdunum rayonimizning keyingi taraqqiyoti texmo parlaq bo'ldi deb ishonchda turyapmiz. Qalbi Nurdamning güzel arzusi naq maydonda reallikqa aylandi. Undaqda bizning korxonchilarimizning qanday gap so'zlari borligini anglab boqaylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mening bu yerda deydigan bir ikki nuqta so'zim bor. Birinchi nuqta, men shu Yevropada aylanib baqdim, Amerika qit'asida aylanib baqdim.
Yevropada aylangan vaqtimda nurg'un inglizcha kinoni Yevropadagi masalan fransuz tili yoki nemis tili yoki rus tili qatorliqlarga tarjim qilgan. Tarjim qilgan ekan bu kinoni tarjima oldirib ko'rib vaqtimda, lekin ularning saviyasi, texnikasi intayin hamda bunday qilib aytganda bizning 100 yil keyinda desak bo'ladi. Beklik keyinda ilqi inglizcha ovoz chiqayotgan, mumkin ig'iz bilan ig'iz maskanmayotgan, ovoz bilan hissiyot maskanmayotgan. Men kelib Uyg'urcha kinoni ko'rib vaqtimda, mana hozirgi Koreyaning, Hindistonning kinolari degandek, u ilqi hissiyot, u ovoz hamda dunyoda men ovoz berish desa, Uyg'urcha ovoz berishni men birinchi o'rin qo'yma desam. Rahmat. Ammo ilqi oshirib da'vatgan gap emas, men reallikdan ko'rib his qildim. Shuning uchun siz bu yerga korxonchilarga minnatdorligimizni bildirib chiqibsiz. Oldi bilan men korxonchilarga vakolatan sizga haqiqatan sizga va sizning kasbdoshlaringizga haqiqiy eng chong minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat. Ikkinchi nuqtaga kelsak, ikkinchi hamda biz Atlan ma'rifi shu til tarbiyalashni asos nuqta qilib boshlab hozir boshqa turlarga imkoniyatimiz. Bizning shu taraqqiy masalan Amerika, Angliya ma'rifinikiga, bolalar ma'rifinikiga nurg'un hozir tor ma'rifi, undan televizor ma'rifi va nurg'un filmlar va ma'rif filmlari. Bular ingliz tilidan yoki boshqa tildan tarjim qilinib, masalan sizning ovozingizga yoki bayotinqi Yalqinkamning, Turg'unkamning ovoziga chiqsa, bolalar suyunib nurg'un narsani o'rganib ketadi. Shuning uchun hozir meniki o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan hamda ikkinchisi hamda taklifim, agar mumkin bo'lsa, sizlar bir vaqtinglarni chiqarsanglar, Atlan mablag' silish orqali shu ma'rif filmlarini chatninki ovoz berib biz xalqimizga sungan bo'lsak deb o'ylayman. Bu mening arzuyim ham. Yaxshi taklif bo'ldi bu. Rahmat. Mushta men bir kichik bola bir ovoz o'rab berayimsa. Dada, men cho'ng bo'lsam shu o'rmonlikqa podsho bo'lamdim. Shunda, sen cho'ng bo'lsang bu o'rmonlikqa podsho bo'lasan. Men cho'ng bo'lsam podsho bo'lsam, hammasi mening gapimni anglanda. Shunda anglaydi. Men cho'ng bo'lsam podsho bo'lganman. Rahmat. Demek Qasımcan'ın teklifini ben pek layık gördüm de oyuncu baksanlar bu kadar gel. Buldu. Nayet yaxşı bir hemkarlık doğrusunu gel çıkıp kaldı. Ben bayan kılık avaz bergende qarasa bir qiziqchilikda yumordek to'g'an bilan amaliyotda men shu shirinchish programmasidanki shu program guruhdagilar bizni demayotgan bir gapni debdi. Qanday desa, bu nuqulondagi bir pulurdigan anandan keyin bunda bir yo'lab qo'yilgan ish emas. Shu program orqali xat bilan boshqa bilan bunda bir fikrda o'rtoqlashadigan o'zimizni bor aql bilan boshqalarga bir yo'l ko'rsatib qo'ygan bunda bir maqsadda qilingan programma nayt obdan deyilgan bo'ldi bu. Ikkinchi birisi biz o'zimizni haqiqatan programma qo'yilgandan keyin korxonachilardan bizning jamoatlarimiz obdan suyundi bakalqi bizga telefonlar keldi, rahmat telefonlari. Amaliyotda men boshqa hammalar o'ylaydi biz o'yinchilar qilib ketib bo'lmagan, bizning nurg'un ishni qilganimiz bor. Biz bir boshlanma saviyada bir ishni qilsak, bizning xalqimiz bizni haqiqatan shunday rozi bo'lib, biz xush bo'ldik. Mushundan bilan deydiğim hamda başkalarının akıldan tecrübesinden faydalanıp turib o'zimizni taraqqiy qilgan bundan bir shakilga taraqqiy qilsa program deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat. Meniki eng avval xush bo'lganim shu bizniki dangliq ovoz artistlarimizni bu sahnada ko'rganligimdan aytib xush bo'ldim. Chunki sizlar davomli parda qilib turib bizga ayt yaxshi kinolar orqali bizga yaxshi huzur berayotgan bizniki ko'nglimizdagi adamlarımız, biz hem de minnettarlıkını siz bizge dediniz. Asli biz sizge desek oldu şu. Çünkü sizinki şu perde aksı turup kılıvatkan, beriyotgan avazlarınla bizninki bütün halkımızga neçe vaqt berib kelayotgan bir xil ajrika. Şonlaşqa şu münasebetler men sizge o'zimninki minnettarligimni bildiraman. Mening nazarimda minnettarlik kishi qalbi ma'lum bir illiqlik ya mehribonlik ta'sir qilganda anandan cho'nqir yadi ifodalanib chiqadigan narsa shu bu. Sizning ko'nglingizni shirinchi programmamiz korxonchilar
Şirinçik programmasidagi mushakni chiqayotgan mahirlar ta'sirlantiribdi. Men siz bilan shunchalik ta'sirlandim. Sizga qo'shilib, Şirinçik programmasini uyushtirayotgan barliq xodimlarga chin ko'nglimdan samimiy minnatdorlik bildirayman. Rahmat. Bizning ko'ruvchilarimizni mana shunday yaxshi programma bilan ta'minlagan bizning Şinjan televiziya stansiyasiga va barliq qo'llovchi o'rinlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Bu shunday televiziya programmalarining ro'yobga chiqishi, radio televiziya ishlarining taraqqiyoti uchun yeshil chiroq yoqib, har jihatdan qo'llab berayotgan partiya hukumatga rahmatimizni, minnatdorligimizni bildiramiz. Shuning bilan bir vaqtda bugünkidek taraqqiyotlarni barliqqa keltirgan avtonom rayonimizning 60 yillik tarixiga, taraqqiyotiga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat amalarga. Qalbimizga yana bir qitim rahmat aytamiz. Ishlaringlarning texnik o'ngishli bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli Karxon ustozlar, Nahmaydan oldidagi va shundaqla televizor oldidagi aziz ko'ruvchilar, To'qson naisidan Mukarram Shamshiddin sizlarga oliy ehtirom, men bir elektron havaskori. Assalomu alaykum Shamsiyya. Va alaykum assalom. Unda bo'lsa o'zingizni tanishtirib o'tdingiz, endi arzungizni anglaylikmi? Bo'ldi. Ailemizden kasbiy dehqonchilikdan kirgan kirimlar bizni maktabda o'qitdi. Ailemizning iqtisod ahvoli yaxshi bo'lmag'achqa, men o'qishni to'xtashga majbur bo'ldim. Maktabdan to'xtagandan keyin ailening yukini yengilish uchun men u yerlarda ishlashga majbur bo'ldim. Qish soatlarida, qurilish o'rinlarida ishladim. Kichik vaqtimdagi bu jafoliq turmush sharoiti ota-onamning jafoga chidash ro'yi menga qattiq talab qo'yishi, meni bir ishni vujudga yetishishga doim undab turdi. Maktabda o'rgangan fizika darsiga oid xilma-xil sirli hodislar, shundaqla elektr tok yo'li munosabatlik xilma-xil tajriba va qonuniyatlar mening mushu kasbda ilgilishimga turtkilik rol o'ynadi. Men shunday qilib 2000 yildan boshlab sinliq telefon almashtiruvchi uskunasi ustida izlandim. Xabarlash kasbiga oid materiallarni to'plash orqali oxiri 4-5 yil mobaynida ko'p qatim sinov qilish va tajriba qilishlar orqali oxiri bu uskunni muvaffaqiyatli yasab chiqdim. Demek, endi arzuyunuzni bir cümle söz bilan elib aytganda, mening amdiki arzuyim bo'lsa, o'zimning iqtidoriga oid xizmat tepish, shundaqla mushu uskunni bozor silish, shuning bilan boshqa yangi uskunlarni yasab chiqish arzuyim bor. Bu uskuna odatda o'z oldiga ichki qismida aloqalash qilib bo'lgan hamda sirtqi liniya bilan aloqalash qilib bo'lgan qo'sh iqtidorlik alaylikka ega. Yana bu korxona o'rinlarining ichki qismida ishlaydigan zo'ngji alayligi bo'yicha ishlatildi. O'z ichiga hamda faqat bir nomer orqaliqla urib ulg'ildi. Uning sirti night tez. Ham bu simliq telefon almashtirg'ich ham odatda bozorda sotilganlarimi night ko'p. Lekin uning hamda nurg'ullarga yumshoq detal ishlatgachga uning tanarqimi night yuqori bo'ldi ekan. Ba'zi kichik korxonalar buni sotib olishga qurbi yetmaydi. Shunga men bu xil simliq telefon almashtirg'ichni yasab chiqdim. Buningdan faqat qattiq detal orqali telefonlarni bir-biriga ulab so'zlashga bo'ladi. Bu narsaga masalan o'yinliq simliq almashtirg'ich bo'lsa, 10 telefonni chetib simliq olat ishlaydi bu cho'mda odatda. Sim chetib ishlatgan vaqtida 10 telefonning o'liq sistem bor-ku. Tok yo'ldagi. Shu telefon odat uy telefoni bor-ku. Shuningdagi ma'lum bir nomerni, taq nomerni bossaqlar, shu taq nomer bekitilgan telefonga ulindi. Bemalol bir-birsini ovozi bir-birsiga anglanmaydi degan gap. Bir-birsiga ta'sir qilmaydi. Ta'sir qilmaydi. Masalan, birinchi nomerli telefon ishga ursa, uchinchi nomerli telefon uning
to'sish to'yyo'li qatorliq bir qism to'yyo'llar bor shu. Men buni yasag'ili ko'p yillar bo'lgan bo'lsa-mu, lekin ota-onamning yashinib qolganligi, shundaqla oila ishlarining mening ustimga yuklanib qolganligi sababidan buni bozorga silish, shundaqla buni qimmat yaratish qatorliq bir qator ishlarni qilib bo'lamadim. Shunga korxonchilarning menga maslahat berishini so'rayman. Endi men sizning izlanib mushunday narsani qilganingizga, izlanish ro'yingizga endi apiran rahmat endi. Qilmagandan qilgan yaxshi-ku. Lekin men hozirgi sizning deganingiz bosh apparat, uning keyin qo'shimcha apparat deydigan bu narsalar burun bu nayt umlashgan idoralarda bo'lsin, korxonalarda bo'lsin, masalan, hatto masalan bingvanlar yotoqlar deymizmi? Yotoqlarning hammasida bu narsa burun umlashgan. Hozir hammamiz his qilamiz, bu narsa asosan chiqib ketdi. Chunki masalan yotoqlar bo'lsin-mi, masalan mehmonxonalarning o'zidami hozir hammasi ayrim numar. Aning keyindan uning ichki qismidan nayt bir kompyuterlar yumshatadigan qachilar shunday normal menib ketadi. Endi mening bozori desangiz, meningcha bu hozir mening tushunchim bo'yicha buning cho'ng bozori yo'q. Masalan, oddiy desak bu chiqib ketgan taraqqiyotning 10 yil 20 yil taraqqiyotda bu narsa hozir ishlatilmaydi asosan. Hozir ishlatilayotgan nima bo'lsa, masalan, korxonalarda telefon urishlar asosan ozlashyapti. Bu nima bo'lsa, internet to'g'rida masalan o'yishni deymiz. Masalan, korxonaning hammasi asosan taraqqiyot korxonalar emas, o'yish sistemasi bor. Shu sistem bilan aning keyin butun aloqa mushning bilan bo'ldi korxonaning ichki qismida. Ichki qism telefon asosan ishni cheklanadi. Bunda bo'lgandan keyin meningcha endi tirishqiningizga apirin, lekin bu uskuningizning bozorligi bormi deganda meningcha asosan yo'q. Ehtiyoj yo'q demak. Ehtiyoj yo'q. Ehtiyoj nimaga desa, telefon so'zlashga emas hozir. Hozir internetda aloqa qilish o'tdi. O ishi to'g'ri o'tib ketdi hozir. Bu deganimizmi to'g'ri, lekin buni ichki qismida masalan 5-10 yo'llik qilsa qilib bo'ldi odatda-ku. 10 yo'llik qilsa faqat buningda faqat o'lliq sistem bo'yicha ulindi, ikki xonlik nomer bo'yicha ulanmaydi. Faqat bir xon ursak ulanish tez bo'ldi. Uning ustiga ma'lum nomerni, maxfiy nomerni bosgandan keyin sirt ulindi. Buning bilan korxonalarning sirtqi liniyaga to'laydigan ziyod iqtisodiy besimini tuvallatgan bo'ldi. Siz ko'rmadingizmi yo bilmadim, burunqi mening ijodkor degan bir shirkatim bor. Shu shirkatda shu vaqtda botdi, men bir qurilma edi. Ashunda bir narsa birsiga, ikki narsa bir bo'limga, uch narsa bir bo'limga ulindigan. Bir ashuma bir nomer bilan ulindigan. Lekin unda bo'lgan bilan ularning ma'niki ovoz qismi to'g'yolni ayrim ulindi. Masalan, bir yo'l ikki ulangan vaqtda ichki qismida inkor to'g'yollari, raqam to'g'yollari, shundaqla ovoz signalini o'tkazmas to'g'yollar bor bo'ldi. Balkim buning anidan ilg'ariroqdir. Lekin mening demoqchi o'g'lim hozir telefon urish korxonalarda bo'lsin, telefon urish asosan OSS'imiz yutkilib ketdi. Internet aloqa qilishga yutkilib ketdi. Masalan, email deymiz, yoki o'yinning ichida korxona OS sistemini foydalanib bir-biriga aloqa qiladi korxona ishga qismida. Hargiz telefon urilmaydi hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men bu hozir sizniki bu siz qizqotman, lekin men tushunmayrim mintayincha hozir. Masalan, chaqirg'u. Masalan, zavod o'rinlaridan bekishchi, sexlar, ambar bilan mambaliyashgan aloqa qilishgan. Ana mush aparatingizda zavod o'rinlari ishlatsak, qanday unum bor? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim endi hozir telefon bilan telefonda aralaq aloqa bo'ldi. Onunda haqsiz bulamdı yoki masalan men Quchada bo'lsam, men Urumchida bo'lsa, siz ishni bir chatqil bo'ldi, shundaymi? Ayshanda telegraf haqqi chiqamdi yoki haqsiz bulamdi? Alg'moningdan ma'lum nomer urgandan keyin sirtga ulanib, sirt bilan aloqa qilishga bo'ldi dedim-ku. Bu holatda buni haqsiz bo'lmaydi. Lekin bu telefonda faqat 10 yo'llik to'g'ri bo'ldi-chi, 10 telefonni kontrol qildi odatda bu. Asos to'g'ri kirgandan keyin ma'lum nomerni bosgandan keyin sirt liniya nomerini sirtga ulanib sirt bilan ya mail yampun bo'lsin, mail yetqanlik maqsimliq telefon abotur bilan so'zlashkili bo'ldi. Lekin buning haqqi sirt liniyaniki hisoblash bilan o'tdi, ichki qismida haqsiz bo'ldi. Ichki qismda haqsiz, hammasi haqsiz bo'ladi. Agar biz bizniki qutlarni ishlab chiqarish bazasiga mush apparat ishlatsak, bizga qanday qo'lliqni olib keldi? Buni simsiz yurish kelamdi yoki simsiz ilib yurishkim bo'ldi. Odatda buning ana telefoni baliq telefonlikda bir xil zimujilik telefonlar bor, hamda baliq telefonlik simsiz ishlaydigan. Shuni chaqsaqlar simsiz holatda yana shu baliq telefoni simsiz ishlatgan bo'ldi.
Bunday qilsin, sizniki shu uskunazni pandin yo'llash ishlariga biz shu shirkatning yordam qilib pandin iltimos qilib bersak bo'ldi. Ondan boshqa bizniki vaqtimiz bo'lib qolsa, bizniki yana bir ishlab chiqarish bazamiz ixtiyorniki Aqsuda bo'ldi hozir. Aqsuda ishlab chiqarish bazamizda sizniki shu zavodning texnik qatorda bilmaganlarni bizning texniklar o'rgansangiz bo'ldi. Sizning ortiqchingizni biz qabul qilsak bo'ldi. Sizniki yatoq, tomoq, maishatlarimizni biz jad o'rgashsak bo'ldi. Rahmat. Hem yerini qo'lda yasayman dedingiz. Tayyor bozorda yasaqliqi bor bo'lsa qo'lda yasab japa tassaqmi, umi to'g'ri emas. Bizning Sabila shirkatimizning Sanji yemeklik Sabila yemeklik zavodimizga o'rnatmoqchi to'q mushu bir oygacha. Sizninkini 10 yillik qilib o'rnatib biring, 10 ming yuan pulni men beray. Mablag' sog'uvchilarga bir o'rnak avrish qilinlar bizning zavodga. 10 ming yuan pulni men chiqaraman. Siz bizning zavodga mushuni o'rnatib biring. Mablag' sog'uvchilarni qo'ldan akilib bizning zavodni ko'rsatib so'zlashtirib qilsak, mablag' sog'inlar sizga qo'rqmay mablag' soldi demoqchi. O'ng'ishli bo'lsak tilakdoshimiz tush markaziga marhamat. Bilet tashlashni boshlaymiz. 3, 2, 1. Xo'sh, karxanchilar, 80 nomer shunda qo'yganda, oxirida erishgan nomeringiz 197. Ahamiyatli arzuingizni tanlash o'tkirligi qadam bosamaydigan bo'ldingiz, lekin menimcha unumli bo'ldi deb qaradim-ku, mukarram apandim. Bunu itemliganligimdan ko'nglim yerim bo'lmaydi. Rahmat sizlarga. Sizga rahmat. Boya o'zingiz aytgandek, jiq o'qiyamdim dedingiz, shunday ahvol ostida, shunday yo'qotishlik maqsadlarni kashf qilishga yuzlanganligingiz, mush hayotingizga opirin. Sizni suyundik, oson emas. Mukarram Shamshiddin garchi oliy maktabda o'qish fursatiga erishamagan bo'lsa-mu, lekin izlanish o'yining turtkisida o'z hayotidan ma'no izlayotgan yoshlarning biri. Uning shirin sahnasida ega bo'lgan taklif fikrlar va taraqqiyot fursatini ching tutib, buningdan keyingi hayotida o'zgacha kashfiyotlarni yaratishiga tilakdoshlik bildiramiz. Hurmatli ko'rman do'stlar, ikkinchi fasllik ahamiyatli arzu egisini tanlash bosqichiga kirgan mayirlar ichidan o'zi yaxshi ko'rgan, o'zini ta'sirlantirgan shirin tush mayirini tanlab, yanfon, tor va undidor salon orqali bilet tashlab qo'llaydiganligini bildirsa bo'ladi. Bilet tashlash qatnashgan ko'rmanlar programma gruppamiz ta'minlaydigan isil sovg'atlardan bahramand bo'la oladi. Yanfonda qisqacha orqali bilet tashlash usuli bunday. O'zini ta'sirlantirgan mayirning rad nomerini 106 266 19 ga yo'llasa bo'ladi. Tor orqali bilet tashlash usuli bo'lsa, ko'rman do'stlar www.uynava.com to'riga chiqib, o'zini ta'sirlantirgan mayirni tanlagandan keyin bir bilet tashlay oladi. Unidar salonda bilet tashlash usuli bunday. Ko'rman do'stlar, yanfondagi unidar orqali ekranda ko'rsatilgan ishkilik kodni skanlash yoki salon nomini kirgizish orqali shirin tush programmasining organ salonini qo'shib olgandan keyin o'zini ta'sirlantirgan mayrga bir bilet tashlay oladi. Programmamizga qatnashishni xohlaydigan do'stlar ekranda ko'rsatilgan shirin tush liniyasiga telefon qilib yoki www.uynava.com to'riga chiqib tizimlasa bo'ladi. Texnik tavsiya uchurlarini bilmoqchi bo'lsangiz, UI Nava to'riga chiqib ko'rib oling va yoki shirin tush programmasining organ salonini qo'shib oling. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, faxriy shirin tush programmasining bu soniya mushada oxirlashdi. Keyingi sonlarimizdagi sarxil mazmunlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, har haftaning payshanba kuni soat 8:40 da diqqatingiz ekranimiz bo'lsin. Kelasi sonni ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh.